Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komissarı Bachelet Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılıp Xitayning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni aqlashi kishilik huquq tarixidagi eng cho'ng sharmandachilik bo'lib qoldi. Aniqki bu ziyoratdan keyin Xitoy rahbarlari har qachonqidan mubakrak jur'at bilan xalqaro jamiyatning besimiga parvo qilmasdan zo'r qirg'inchilik ilib bora oladigan bo'ladi. Kelgusida tarix kitoblarga dunyoning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishda mag'lub bo'lganligi yozilganda Bacheletning ziyorati nurg'unlagan nomussiz voqealar qatoridan o'rin oladi, deb yozadi Washington Post'ning obzorchisi Josh Rogan. Bachelet 17 yildan beri Xitoyni ziyorat qilgan eng yuqori darajali kishilik huquq amaldori bo'lib, uning taratqularga bergan bayonoti kishilik huquq organlari tarafidan ichinishlik mag'lubiyat deb sifatlangan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mas'ul direktori Luis Carbonio Bacheletning Xitoyni maqtab aytgan ahmoqlarcha so'zlaridagi mantiqsizlikni ichib bergan bo'lib, Bachelet kishilik huquq Ali komissari turib, kishilik huquqning eng aqalliy prinsiplarini nazardan saqit qilgan. Bachelet so'zida Xitoyning kishilik huquq jihatdagi g'oyat zo'r utuqlarini madhilagan bo'lib, uning misoli sifatida Xitoydagi nurg'un kishilarni nomrodlikdan qutuldirganligini ko'rsatgan. Universal kishilik huquq kitobnomasida tilga ilingan mazmunlarda nomrodlikni tugutish kishilik huquq doirasiga kiradigan ish emas, balki Xitoyning necha vaqtdan beri dunyoni ahmoq qilib deb kelayotgan kishilik huquq haqidagi tushundirishi. Xitoy hozirgacha kishilarning qo'rsqini to'yg'izganligini, kishilik huquqni yuqori ko'targanlik deb maqtanib kelmoqda. Halbuki kishilik huquq organining eng oliy amaldorining kishilik huquqni Xitoyning tushunchasi bilan bayon qilishi, uning ziyoratining butunlay mag'lub bo'lganligini emas, balki Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qanchalik darajada singib kirib bo'lganligini tushuntirib berdi. Shunga Bacheletning ziyorati nurg'un kishilar faraz qilgandek Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilishiga bo'lgan zo'r yordamga aylanib qolgan. Bachelet 2 kunlik Sharq Turkiston ziyoratidan keyin bergan bayonotida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni 2 navbatlik Amerika hukumati va boshqa davlatlarning allaqachon keskin ayblab bo'lganligiga qaramay, Xitoyning qilganlarini terrorlikqa va radikallikqa qarshi turish deb ta'riflagan. Shundaqli Xitoyning ta'minlagan uchurlari bilan atalmış tarbiyalash markazlarining butunlay taqalganligini asossiz holda jakarlagan. Bacheletning Xitoyning ziyorati davomida e'lon qilinib, dunyoda kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan soqchi hujjatlari Xitoyning Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchiligining po'latdek faktlar bo'lib, Bachelet bu haqda hech qanday ifoda bildirmagan. Amerika davlat sekretari Blinken Bacheletning ziyoratidagi mag'lubiyat haqidagi andisini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh sekretari Antonio Guterresga yetkazganligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Bacheletning o'migidagi oldin yetib borgan 5 nafar vakil Xitoy tarafidan 21 kun karantinga o'rinlashtirilgan bo'lib, ularning baldur borganining hech nimaga foydasi bo'lmagan. O'tgan yili Xitoy virusi tarqalgan tajribaxonani tekshirgil borganlarmi 2 hafta karantinga qamab qo'yilib, tekshirish hech qanday natijaga erishalmagan edi. Bacheletning butun ziyorati Xitoyning to'liq kontrolligida bo'lgan bo'lib, Sharq Turkiston ziyoratida hech qanday muxbirning birga bo'lishiga yo'l qo'yilmagan. Bacheletning ziyorati Xitoyning jinoyatini tekshirishda mag'lub bo'lib qolmasdan, balki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inovatini yerga urgan. Navbatda Amerika kishilik huquq organlari va Uyg'ur tashkilotlari Bacheletni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi tayyorlagan, ammo uzundan beri bostirib qo'yilgan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik dokladni darhol e'lon qilishga aldiratmoqda. Bacheletga o'xshash kishilik huquq oliy komissarining eng negizlik kishilik huquq prinsiplarini qayrib qo'yib, Xitoyning tashviqot quroliga aylanib qilishi bir tarafdan kishilik huquq kengashining G'arbning eng yadroliq qimmat qarshi bo'lgan kishilik huquqqa vakillik qilolmaydigan bo'lib qolganligini va uning Xitoyning ig'ir ta'siri ostida ekanligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan Xitoyning Bacheletni setib olganligidek bir ehtimollikni kuchlantirdi.
Chunki Bacheletning yashi va kasbiy inoatidan qaraganda uning endi siyosiy istiqboli bo'lmaydi. Shunga uning Xitoyning zo'r so'mliq parasini qabul qilganligini jazm qilishga bo'ladi.